Chempionlar Ligasida 2005-2023-yil oralig'ida urilgan eng chiroyli gollar. Ikkinchi qism. Realda ishlar yurishmagan Robbenni Bavariyadagi hikoyasini boshlanishi. 2010-yilda u Manchester United darvozasiga mana shu super zarbasini yo'llaganda to'xtatib ham o'tirmagan. 2011-yil Yevropa Chempionlar Ligasida birinchi marta klassiko guvohi bo'lgandik. Messidan solo yurish va Realga chiqish eshiklari ko'rsatib qo'yilgan oqshom. 2012-yil Milan Barselonani ancha qiynagan. Kevin Prince Boateng formasini cho'qqisiga chiqqan paytda mana shu zarbani yo'llab gol urgandi. Yana Milan bu safar 2013-yil Anderlechtga qarshi o'yinda Mehes o'zini Fatanafishton deb nomlangan golini urgandi. (2014-yil yana Anderlechtga qarshi o'yinda Ibrahimovich yo'ldan chiqib qoldi va o'zini raketasini uchirgandi. Darvoza to'rlari sifatli ekan, yaxshi ham yirtilmagan.